Mana qaranglar. Вообще, italyancha keks ekan. Qattiq ishlab chiqarilgan bu. O'zbekistonnikimi, chet-ellikimi? Mana orqasiga yozilibdi. Do'stlar, men hozir Niloni zavodiga keldim. O'sha zavodni topdim. Zavod prosta dahshat. Bay, hidini qaranglar buni. Do'stlar, bu hammasi italyanskiy texnologiyada ishlangan ekan. Retsept полный Italiya. Do'stlar, bu kekslar 100% tabiiy qilingan ekan. Eng zo'r tarafi, hattoki bor tuxumigacha tabiiy qo'shar ekan. Hech qanaqa kimiyat yo'q. Qani bismillah. Brend ko'ryapsizlar, seriozniy apparatlar. Bunaqa liniya do'stlar, O'zbekistonda yo'q. Bunaqa avtomatlashtirilgan liniya O'zbekistonda bitta. Mana qaranglar. Umuman qo'l tegmaydi. Hamma narsa avtomatlashtirilgan. Qo'l mehnati yo'q bu yerda. Mana oladi, olib ketadi, u yoqqa ketdi. Ichidagi nachinkalari ham chetdan keltirilar ekan. Mana qaranglar do'stlar. Niloni har xillari bor ekan. Nilo brownie. Buni 2 xil ta'mi bor. Undan tashqari Nilo panda, buni ham 2 xil ta'mi bor, shokoladli va bananli. Bu Nilo italyancha keks, buni ham 2 xil ta'mi bor, shokoladli va karamelli. Nilo mini va bonsi do'stlar. Mana shu dizaynni zo'r qilishibdi. Voy pandacha. Ichi ham panda ekan, qaranglar. Bismillah. Uyga mana bulardan olsam, bolalar mazza qilib yeydi. Olinglar sizlar ham.